Men o'zi 9 yoshimda qori bo'lganman, alhamdulillah. Ya'ni ota-onamning harakatlari sabab haqlariga ko'p duo qilaman. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Otam qattiqroq bo'lganlar menga juda ham, lekin onam mehribon bo'lganlar. Ya'ni mehrlarni izhor qiladigan bo'lganlar. Otam izhor qilmasdilar, mehrlar bo'lar ekan, lekin izhor qilmas ekanlar. Bir kuni Al-Haqqo surasiga kelganimda, kichkina 7 yosh, 8 yosh paytim, kunlik dars topshira olmaganman. Otam uxlatmaganlar meni. Kech payt ular uxlashgan, men dars qilganman endi. Yo, dars qilasan, turasan dedilar, qattiq turardilar. Keyin onam uxlasin, sizlar esa aralashma. Sen mehribon bo'lsang, hozirdan biziladi, keyin bizani aytganini qilmaydi deb otam qattiq turardilar. Keyin shu paytlarda men fikrlardimki, ota-onam meni yomon ko'radi. Meni yomon ko'radigan odam ota-onam. Mana shunaqa tuyg'uga berilib fikrlab qo'yardim. Men 18 yoshimdan keyin 20 yoshimdan Qur'on musobaqasida qatnashdik, o'g'irlab berishdi. Tarovihlarni qilib berdik o'zimiz masjidlarda. Ya'ni 18-20 yoshimdan keyin bildimki, men nima qilib qo'yganimni. Men bir butun Qur'onni yodlab qo'yibman. Ota-onamning harakati bilan, ota-onamning qattiq turishligi bilan. Keyin bildimki, meni eng yaxshi ko'rgan odam hayotdagi ota-onam ekan. Menga eng mehribon odam ota-onam ekan. Chunki menga dunyodagi eng katta bo'lgan narsani yodlashimga harakat qilishdi ular.